Karis dadasini hayotida bir marta ko'rgan 15 oyli bolam har kuni telefonda dadasi bilan qanday gaplashishini ko'rsataman. Ketdik. Shunaqa har kuni telefonni olib, kimdirlar bilan gaplashadi. Faqat dadasi bilan gaplashadi, boshqasi bilan gaplashmaydi telefonda. Hayotida bir marta ko'rganim deganim o'tgan yili noyabrda ko'rishganida yoniga borib ko'rib kelganmiz. Bu yil ham yoniga borib ko'rib kelmoqchimiz. Qaynonam bahorlarda dam olaman, shunda yoniga borib ko'rib kelamiz deb va'da berdilar. Agar rostdan ham boradigan bo'lsa, обязательно videosini qo'yaman. Podpiska bosib kutib tursanglar bo'ldi.